Hammaga xeyirli YouTube ahli. Sizlar bilan men o'sha IJSense do'stlar, sizlar uchun bir ajoyib matematikaga qiziqganlar uchun o'toq qo'yganman. Hozir mana birgalikda o'ynab ko'ramiz. 2 ga 2 4. Tak. Taxminan yurib ko'raman. Taxmin yursa nima bo'ladi? Tak, o'lar ekan. Ha tushundim endi. Video bo'lmasa, qani bu yerda nimalar bor? 2 ga 2 4. Bunga 16. 4 ga bo'lsak necha? Конечно 4. Qani bu 8 kere 3 24 qilaveraylik. To'g'ri. 0 bo'ladi ekan buni javobi. Qani go. Albatta bu ID kerak bo'lsa mana ID. Albatta videolarimiz qadrlangan holatda obuna va like'dan boshlashingizdan so'rab qolaman. Qani endi bu yerda nima deyapti? Tak. Baribir tushunmayman, taxminan sinab ko'raman. Menimcha shu raqamlar chekishim kerak. Qaysi birinidir? 29. Ha, 90lar chekishim kerak. 13. Negadir sinmadi hozir mana. Sindiramiz buni. Sinmayapti. 19. 9 hozir. 19. Yana bitti. 99. Xato ekan. Yoki 18 bo'ladimi? 7. To'g'ri, 97. 19 mana. Tegmadi. Ne qilib? 19 tak 11. 11. Bu lotdek. Qani bu yoqda endi nima? Ha, bu yerda xotirangiz sinashayotgan. 1 2 3. 1 2 3. Hitrli qilsam o'yim aytdan yursam. Ketayotgan. Hitrli o'tmaydi ekan bu yerda. Tak. Esda qolishga harakat qilish kerak ekan. 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 ekan. Qani jo bo'lmasa 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 keyin 3 risk 3 ga hop mana 3 endi 1 ekan yana 1 2 3 2 3 o yaxshi. Keyin 1 2 3 ekan. Yana 1 2 3. Keyin yana shu qaytariladi. 1 2 1 qilsa 1 2 mana 3 keyin riski 1 yo'q. Bayib bo'ldi. Bu nima qanday o'lishim mumkin? Tushirib olinglar meni. Menimcha qayerdadir adashdim. Yo'q, qochib tur. 1 2 3 keyin yana 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 keyin mana mayli yo'q hozir 1 2 3 1 2 3 keyin riski baqa 1 ga 2 ta sakraymiz keyin 3 ga
Keyin yana 1 ga sakraymiz. Keyin mana 2 ga va 2 dan keyin 3 ga. 3 ga sakra, tushib ketib qolma. Keyin 1 2 3 keyin yana 1 bo'ladi. 2 bo'ladi ekan, 3 bo'ladi. Keyin 1 bas ekan, xato ekan. 1 bas, xato. Yana mana shu turoqqa kelsam o'laman. O'ldik, qani yana boshdan sinaymiz. Tak, 1 2 3 keyin esa 1 yana 1 3 keyin yana 1 keyin 2 keyin 3 bag'ida aytmoqchi. 3 1 2 mana 3 keyin yana 1 2 va 3 keyin yana 1 bo'layotgan. Tushib ketma. Keyin 1 hop ana osilib oldik. Sariqqa borib ko'ramiz qani, nima bu yer? Nima qilish kerak? Bu yer nima? Ikkinchi yo'lak. Test. Hozir bu tomondan keldim. Mana bu yerga keyin sariqqa yurish kerak. Uchinchi yo'lak. Adashmaslik kerak. Sariq, 4-yo'lak, qizil. Ikkinchi yo'lak. Tak, 4-yo'lakda qizil bo'lish kerak ekan. Hozir ikkinchida sariq edi, menimcha. Sariq va 4-da qizil. 5 ga o'tdimi? 5. 5 da qaysi sariqmi? 5. Tak, 5 da qaysi sariq ko'raverdim. Yo'q, sariq emas ekan. Qizil ekan. 5 da qizil, 4 da qizil. Tak, qizil. Keyin 6 da qaysi bo'lishi mumkin? 6 da yo'q, afsuski 6 da ham qizil ekan. Qizil va yana qizil va yana qizil va sariq qilaylik 7ni. O'tdik. Va nihoyat. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa, hammalaringni obuna va layklarni boshlang so'rab qolaman. Albatta video qanday chiqdi, sizlarga yoqdimi, kommentariyalarga ham yozib qo'yinglar. Sizlar bilan audio sensi bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.